Toshloq tumanidagi Yangi Guliston fayz fermer xo'jaligida 2026-yil hosil uchun yetishtirilgan g'alla maydonlarida o'rim yig'im ishlarini uyushqoqlik bilan tashkil etish hamda qishloq xo'jaligining dolzarb vazifalariga bag'ishlangan viloyat ko'rgazmali seminari bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, tumanlar hokimlari, prokuratura, ichki ishlar, tegishli tashkilot va boshqarmalar rahbarlari, soha mutaxassislari hamda jamoatchilik kengashi a'zolari ishtirok etdilar. Seminar avvalida nuroniylar tomonidan mamlakatimiz tinchligi, dasturxonlar to'kinligi va xirmonlarning barakali bo'lishini tilab duolar qilindi. Shundan so'ng Qahramon Karimov yetakchilik qilayotgan fermer xo'jaligidagi g'alla maydonlarida o'rim yig'im ishlariga kirishildi. Mazkur fermer xo'jaligida joriy yilda 42 gektar maydonda g'alla agrotexnika talablaridan kelib chiqqan holda parvarish qilindi. Qilingan mehnat natijalarini oldinday tovlanib va dengizday mavjlanib turgan millionlab boshoqlarning o'zi aks ettirib turibdi. Seminar davomida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Qo'shtepa tumanida qumloq yerlarda kartoshka yetishtirish bilan shug'ullanib kelayotgan xitoylik mutaxassis Li Yongfen tajribasini qo'llab-quvvatlash va kengaytirish yuzasidan takliflarni aytib o'tdi. Men Xitoy davlatining Xubey provinsiyasidan kelganman. Tajriba tariqasida Qo'shtepa tumanining Soljonobod degan hududidan menga 5 gektar yer ajratishgan. Maydonga bu yil to'liq kartoshka ekdim. Yaxshi hosil olish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soldik. Chunki Soljonobod hududining menga ajratilgan yerlarda avvallari ekin ekishga hech qanaqangi sharoitlar bo'lmagan. Biz buning uddasidan chiqdik, ya'ni shu qumlik joylarni obod qilishga harakat qildik. Hozir esa katta natijaga erishdik va ana shu 5 gektar yerimizdan kamida 40 tonna kartoshka hosil olish umididamiz. Viloyat hokimi men bilan suhbatlashgach, keyingi yil bizga katta ishonch bilan shu hududdan yana 20 gektar yer olib dehqonchilik qilishimizga sharoit yaratib berishlarini ma'lum qildi. Men bunday ishonchdan va viloyat rahbarining katta e'tiboridan juda xursand bo'ldim. Bizga kelasi yil beriladigan 20 gektarning hammasiga kartoshka ekamiz va har gektardan 50 tonnadan ortiq hosil olish niyatidamiz. Yurtingiz tuprog'i ser unum va ser hosildir. Faqat dehqonchilikka zamonaviy texnologik yondashuv bilan mehnat qilsangiz, albatta ko'zlangan maqsadga erishasiz. Bunga aslo shubha yo'q. Toshloq tumanidagi Yangi Guliston fayz fermer xo'jaligida o'tkazilgan ko'rgazmali seminar yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda viloyat hokimi Xayrullo Bozorov soha vakillari oldida turgan dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratdi. Joriy yilda pillachilik, g'allachilik, paxtachilik va boshqa tarmoqlarda yuqori hosildorlikka erishish hamda pirovarda fermer xo'jaliklari iqtisodini mustahkamlash masalalariga to'xtalib o'tildi. Eng muhimi, tumanlar hokimlari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, yuqori hosildorlikka erishishda, eksportbop mahsulotlarni yetishtirishda nafaqat qishloq xo'jaligi sohasi vakillari, balki aholi bilan ham muntazam ish tashkil etishlari, tomorqalar samaradorligi va xalq daromadini oshirish ishlariga shaxsan ko'makdosh bo'lishlari kerakligini viloyat hokimi kuyunchaklik bilan ta'kidlab o'tdi. Xorijiy davlatlar havas bilan qaraydigan jannat makon yurtimizning har bir qarich yeridan avvalo o'zimiz uchun unumli foydalanishimiz zarurligi, bu ishda esa tuman hokimlari ilmga, zamonaviy texnologiyalarga, kamxarj va serdaromad uslublariga tanishlari shart ekanligi viloyat rahbari tomonidan qat'iy uqtirib o'tildi. Viloyat rahbarimiz tomonidan o'tkazilgan seminar bu juda ham katta foyda beradi. Albatta bu yerda mana hamma mas'ullar qatnashdik, hokimlar bosh. Bu birinchi navbatda bu bugungi berilgan tavsiyalar, bugungi berilgan topshiriqlarni biz Qo'shtepa tumanida albatta ijrosini ta'minlaymiz. Demak, birinchi navbatda mana g'alla o'rimi masalasida aytadigan bo'lsak, biz Qo'shtepa tumanida jami 7800 gektar g'alla o'ramiz. Prezidentimiz aytganlaridek, har gektaridan o'rtacha 100 sentner olganimizda bu yil hosildorligimiz ishlab chiqarish bilan birga hisoblaganda 78 ming tonnani tashkil qiladi. Bu albatta prezidentimiz shu kungacha bergan tavsiyalari, bergan topshiriqlarning ijrosi natijasida deb o'ylaymiz. Chunki oldin biz g'alladan yoki paxtadan 30 sentner ham hosil olmagandik. Mana hozirgi kunga kelib bemalol g'alladan 100 sentner, paxtadan 60-70 sentner hosil olishga sharoitlar yaratildi. Bunda nimada? Birinchi navbatda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, paxtalarimizni mana plyonka ostiga ekish. Bu albatta fermerlarimiz bugun o'sha tajribadan o'tkazdi, bu amalda o'zining isbotini topdi. Bu har tomonlama paxtani ham, g'allani ham tannarxini tushirishga olib kelyapti. Endi bizni oldimizda asosiy turgan vazifasi bu albatta bu xalqimizni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va albatta iqtisodiyotimiz uchun eksport salohiyatlarini oshirishdan iborat. Biz mana shu 7800 gektar g'alladan bo'shaydigan maydonlarimizda eksportbop oziq-ovqat mahsulotlarini ekishimiz kerak.
Bu nimadan iborat? Bizda hozirgi kunda bizning yerimizda talab joyisi hozirgi kunda mana dukkakli ekinlarga juda ham talab yuqori bo'lyapti. Albatta Qo'shtepa tumanida shu kungacha faqat ozuqa ekinlari ekilgan. Albatta bizda chorva boshqalarga kerak, lekin hozirgi kun talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yil kamida biz 2000 gektardan ortiq dukkakli ekinlarni ekamiz. 2500 gektar albatta biz sabzavot ekinlari, ya'ni sabzi va shunga o'xshash sabzavot ekinlarini ekamiz. Va bundan tashqari biz bu yil 300 gektar kartoshka, 1500 gektar sholi ekamiz va bularning hosilidan kelib chiqib biz albatta birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsizligimiz xalqimiz uchun va eksportimizga tayyor mahsulotni o'zimizdan yetishtirib chiqaramiz. Bundan tashqari mana viloyat rahbarimiz seminarda alohida e'tibor qaratdilar bog'lar masalasi bo'yicha. Hozirgi kundagi mana shu samarasiz bog'lardan hozirgi kunda dehqonlarimiz juda ham kam hosil olib kelyapti. Bu deyarli o'zimiz solig'ini ham qoplamayapti. O'shaning uchun samarasiz bog'larni buzib o'rniga zamonaviy intensiv usulda bog'lar yaratish topshirig'i berildi. Biz buni o'zimiz hokim bosh borib har bitta fermerga biz tushuntirib, mana prezidentimiz tashriflarida ham buni olib borib Quvam tumani misolida ko'rsatishdi. Albatta biz Qo'shtepa tumanida jami 1200 gektar bog'lar bo'ladigan bo'lsa, shundan 110 gektarini biz bu yil mana buzib o'rnida intensiv bog'lar yaratamiz. Bu nimaga olib keladi? Albatta bu birinchi navbatda fermerlarimiz, dehqonlarimiz daromadini oshiradi va tumanimiz uchun har bir gektardan kamida 20 ming 30 ming gektardan qo'shimcha eksport salohiyati. Bu degani 2-3 million dollar biz kamida yana eksport salohiyatimizni o'zimizga qo'shamiz. Bu yil tumanimiz bo'yicha jami eksport rejalarimiz 158 million dollar. Buni ortig'i bilan bajaramiz. Shundan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksportimiz 40 million dollar. Bu yil hozirgacha mana 10 million dollar eksport qildik va yil yakunigacha biz belgilangan rejani albatta bajardik. Buning uchun biz o'zimiz hokim bosh tumandagi barcha dehqonlarimiz bilan birga birinchi navbatda ularni zaminini yaratib olish uchun ekinlarimizni o'z vaqtida ekib, hosillarimizni yetishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Qo'shtepa tuman hokimi sifatida shuni kafolat beramanki, bu yil Qo'shtepa tumanida o'sha oddiy aholidan tortib, tomorqadan tortib, barcha fermer xo'jaliklarining yerlarida oziq-ovqat ekinlarini ekib, bu yil birinchi navbatda oziq-ovqat narxini oshib ketmasligini kafolatlaymiz. Qolaversa, eksport salohiyatimizni oshirgan holda iqtisodiyotimizga ham juda katta hissa qo'shib, men o'zim tuman hokimi sifatida buni kafolatlayman va buni albatta tumanimda har bir dehqoniga, har bir nimasiga o'zim borib tushuntirib, buni ijrosini ta'minlab beraman. Barcha sohalarda bo'lgani kabi prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligi sohasida ham amalga oshirilayotgan islohotlar yangi innovatsion agrotexnologiyalarning hayotga tatbiq etilishi erishilayotgan yutuqlarning asosiy omil bo'lib xizmat qilayotganligi yig'ilish davomida e'tirof etildi. 2026 yil hosil uchun yetishtirilgan g'alla maydonlarida o'rim yig'im ishlarini uyushqoqlik bilan tashkil etish hamda qishloq xo'jaligining dolzarb vazifalariga bag'ishlangan viloyat ko'rgazmali seminarida soha vakillariga kelgusida amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalar yuzasidan tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berildi.